Ijtimoiy tarmoqlarda yo'l harakati qoidabuzarligi aks etgan videoni tarqatish, obunachilar oldida go'yoki o'zini olifta ko'rsatish, afsuski, ayrim yoshlar uchun noto'g'ri maqsadga aylanib bormoqda. Tarmoqlarda yo'l harakati qoidabuzarligi bilan bog'liq yana bir qancha holatlar aks etgan videolar tarqaldi. Siz tasvirda ko'rib turgan Nexia rusumli transport vositasi haydovchisi davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib olgan holda qoidabuzarlik faktini boshqa harakat qatnashchilariga ko'z-ko'z qilishga urinayotganligini ko'rishingiz mumkin. Mazkur holat yuzasidan Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jamoat xavfsizligi xizmati, Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, transport vositasi va qoidabuzarliklar sodir etgan haydovchi aniqlandi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan qoidabuzarlik holati yuzasidan surishtiruv olib borildi. Xo'sh, haydovchi nima sababdan bu turdagi qoidabuzarlik sodir qildi? O'ziga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Avtomashina nima sababdan davlat raqam belgisini yechgan holda harakatlandingiz? Bundan tashqari ijtimoiy tarmoqlarga aynan qoidabuzarlik faktini tarqatyapsiz. Qo'yishim sababi prosta Instagramda hype ishlashidi. Hech qanaqa yomonlik yo birovga manmanlik qilish uchun emas. Yoshlarga bu narsa o'rnak bo'lmasin. Nomerga qotirishga joyi yo'q edi, chunki kuzovnoydan kelganda bu narsaning teshiklari yo'q edi. Sababi o'zlariga yarasha bor. Mayli, qonun buzildimi, uni javobini berish kerak. Xullas, hech kimga savat bermayman, bu ishni qilmanglar. Nomersiz haydamanglar. Qoidabuzarlikdan to'g'ri xulosa chiqardingizmi? To'ppa-to'g'ri xulosa chiqardik. Aniqlangan holat bo'yicha haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-moddasi 5-qismiga asosan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, transport vositasi vaqtincha saqlab turishlik uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Qiziqqonlik qilish ortidan miqdori kam bo'lmagan jarima jazosi qoidalarni buzishga odatlangan haydovchi uchun saboq bo'ladi degan umiddamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan holat yuzasidan haydovchiga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda transport vositasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi. Shu o'rinda barcha haydovchilardan amaldagi yo'l harakati qoidalariga rioya qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Zero qonun ustuvor, jazo muqarrar.